kerak paytda endi bu kerak bo'lmasin-u doimiy hujumga borishimiz. Hozir Oston O'runov ikkita uchta himoyachining aldab o'tib ichkariga yorib zarba gol. Bir o'zi Oston hal qilib tashlayapti. Misr himoyasini ko'rmagandek o'tib ketyapti. O'runov tezkor gol. Bravo senyor. Dahshat 4-daqiqadayoq uchrashuvda hisobda oldinga chiqib olyapmiz. Oston sog' salomat bo'lib tursa, formada bo'lsa, istalgan raqibni qiynab qo'ya oladi. Mana bu yurish, umumiy bu jamoaviy pressing natijasida to'pning olib qo'yilishi, bu yog'ini Oston bir o'zi solo yurish bilan yakunlayapti. Mana nega har bitta murabbiy ishlayotganda terma jamoamizda Oston O'runov sog' paytida uni asosiy tarkibga tushiradi. Chunki u mana shunday yurishlarga masalani hal qila oladi. Fantastik gol. Kuchli jamoa darvozasiga va mana muxlislarimizning xursandchiligi ekran qarshisida. Umumiy jahon chempionatiga katta ehtimol mana shu tarkibning 70-80% borsa kerak. Hozir Sherzod chap qanotda to'pni qabul qildi. Shukurov pas so'ragan edi. Oston O'runov yana to'pni qabul qilib ichkariga yorib kiryapti. Ostonning zarbasi va to'p darvoza to'siniga tegib qaytmoqda. Terma jamoamizning muhim futbolchisi mana boyiga. Hoppa, devorchi ishlaganini qarang. Bu innovatsion devorchi bu. Voy. Gellar ham hozircha unga qarshi yakkama-yakka yo'l. Oston mana o'ziga o'zi to'pni tashlab berdi. Bale uslubida qanot ham o'xshash, raqam ham o'xshash va texnika ham o'xshash. Faqat bor hali ham imkoniyat Oston O'runov. Mana endi pas va o'zi tepsa bo'lardi. Mayli, zarbani hali berganlari yo'q va berishmasligiga harakat qiladi. Mana Eldor Shomurodovning imkoniyat va Eldor gol deyishga tayyorlanayotgan edim. Chunki bunday vaziyatlarda Shomurodov kamdan kam adashadi. Oston o'z hisobiga assist yozib qo'yishi mumkin edi. Ajoyib tarzda o'ynadi bu yerda ham Oston. Vaqtida pas berdi. Eldor tezlashdi. Hammasini to'g'ri qildi. Men aldaydi deb o'ylagandim. Endi urishadi. Va hal qilyapti Shomurodov. To'pni olib qo'yib raqibdan Ostonga yetkazib berdi. Oston o'ng qanotga o'zi yorib kiryapti. Zarba yana bitta. Xuddi shunga o'xshash gol urishi mumkin edi. Tanaffusda oltin to'p berib yuboramiz shekilli Ostonga. Yana yorib kirdi. Zo'r. Bale bo'lib ko'rdi. Borib kelsa bo'ladi. Yana Oston ketdi. Hoppa! Fil darvoza bo'sh, lekin bu o'tkir burchak. Oston gol! 2-0. Taymda mustahkamlab qo'ymoqda ustunligimizni Oston O'runov. Bo'ldi, olib chiqing, oltin to'pni topshiring bugunga Oston O'runovga. Dublni rasmiylashtiryapti Oston. Haqiqatan juda yuqori darajada harakat qilmoqda. Birinchi taymda 4-yo 5-chi golning vaziyatda bevosita ishtirok etdi. Yo'q edi, ofsayd. Otabek Shukurov. Boyatdan beri aytdim, Otabek bilan zo'r juftlik hosil qilishgan. Assist Otabekda. Ajoyib. Trivela. Qarang, darvozabonni aldab, shoshmasdan o'zi kirib boryapti. Sovuqqon o'ynadi va aniq zarba. Birdan tepib yubormadi. Aldagandan keyin ham o'ziga qulay qilib to'g'rilab oldi to'pni. Qaradi, kim qayerda, balki pas beraymi dedi va oxiri o'zi hal qildi. Dahshat yashirinib olgan ekan. Ikkita o'zgarish Oston O'runov o'zi sezgandiga birinchi taymda ham sal muammo bor edi. Oyog'iga tepishdik 3 marta yaxshigina va eng zo'r o'yinlardan birida u yana noqulaylik his etyapti. Juda bir bilmadim. Omadsizlik deyishimiz ham mumkin. Azg'aniyev mana hozir qarang. Bu yerda ham qiziq variantlarni ko'rishimiz mumkin. Hozir tushuntiraman. Oston shoshmasdan chiqib ketyapti. Hojimat Erkinov aynan Ostonning Yangi Tigo 7 Pro. Cherry avtomobillari ichida eng ko'p sotilgan modeli. Rasmiy dilerlik markazlarida bepul haydab ko'ring.